Atigi 34 ming so'mga oshxonamni shu holatidan mana shu holatiga keltirdim desam ishonasizlarmi? Ha, to'g'ri eshitdinglar. 34 ming so'mga magazindan shu naklinkani sotib oldim. Ichida 5 metr bo'lar ekan. O'zimga juda ham yoqdi. Yana yoqqan tarafi naklinkani orqa tarafida to'g'ri chiziqlari va metrlari bor ekan. To'g'ri kesmalarni o'lchab olishimiz uchun va kesib olishimiz uchun uyda yolg'iz bo'lganim uchun xo'jayinim ishtaydilar. Kelishlarigacha sabrim chidamadi va o'zim yopishtirishimga qulay qilib kesmalarni kichikroq razmerlarda kesib oldim. Keyin esa qog'ozlardan ajratib, ularni gaz oldidan yopishtirishni boshladim. Mana ko'rib turibsizlar, juda ham zo'r yopishar ekan, kleylari ham juda ham yaxshi ekan. Keyin burchak taraflarini qilayotganimda qattiqroq bosib boribman. Men qilgan xatoni qilmanglar, keyin esa yirtilib qoldi. Yirtilgan joylarini chiroyli qilib yamab qo'ydim. Mana oshxonam bitdi. O'zingizlar ko'rishingiz mumkin. O'zimga shunaqa ham yoqib ketyapti. Kommentariyada birdan ungacha baho berib ketinglar.